Amerikadagi sog'lomlik o'lchamlari va baholash institutining eng yangi mo'lcharlari qaraganda 2023-yilga borganda Xitoydagi 1 milliondan ortiq odam Xitoy virusi bilan yuqumlanib o'lib ketishi mumkin ekan. Reuters agentligining 17-числа xabar qilishicha, Jungoda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni kelar yili 1-aprel oyi atrofida eng yuqori chekka yetib, o'lganlarning soni 1 milliondan oshadi ekan. Sog'lomlik o'lcham va baholash tadqiqotxonasining mudiri Murayning bildirishicha, u vaqtgacha Xitoy nufusining taxminan 3dan biri Xitoy virusi bilan yuqumlandi ekan. Angliya taratqullari pul muomala vaqt kelsining 16-dekabr kundagi xabarda Bejondagi dafn murosimi jasad ko'ydirish o'rnida faqat 14-dekabr kundala Xitoy virusi deb diagnoz qo'yilgan kishilarning kam deganda 30 dan ortiq jasad ko'ydirilganligini bayon qilgan. Bejang Tongju dafn murosimi jasad ko'ydirish o'rnining ismini oshkorlashni xohlamagan bir xizmatchining bildirishicha, hozir Xitoy virusi bilan o'lganlarning jiqligidan har qanday jasad ko'ydirish o'rinlari hamma o'choqlarini ishga silib, atigandan boshlab kech soat 10gacha to'xtamay jasad ko'ydirsimi, yana yetishmayotganligini, Seattledagi Washington universitetining baza qilgan mustaqil organ Xitoydagi har qaysi o'lkalarning sonliq ma'lumotlari va yaqinda tarqalgan Omikron variantining uchurlarini birlashtirib chiqargan hukmi ekanligini bildirgan. Nurg'un davlatlardagi hukumatlar va korxonalar Xitoy virusining yer shari xarakterlik tarqalishchan mezgilida Amerika sog'lomlik ko'rsatgich va baholash tadqiqot o'rnining mo'lchariga tayinib tadbir qo'llangan ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligida Xitoy uyi degan nomidagi yangidan Xitoy moslashtiruvchi ishxonasini ta'sis qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika davlat ishlar kotibi Antonio Blinken 16-dekabr kuni shaxsan o'zi bu ishxonaning ochilish murosimiga riyosatchilik qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 16-dekabr e'lon qilgan yozma bayonotida Xitoy moslashtiruvchi ishxonasini, ya'ni Xitoy uyi Amerika hukumatining bizning Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan bo'lgan raqobatimizni mas'uliyatchanlik bilan boshqarishimizga kafolatlik qiladi. Shundaqla bizning ochiq ham ko'p taraflamlik xalqaro sistemaga bo'lgan qarshimizni olg'a surdi. Bizning Xitoy uyi qurishdagi maqsadimiz hukumat organlarining Xitoyga tutgan pozitsiyasini yurgizishga yordam berishdir deyilgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, Xitoy uyi ministrligining zamonaviylashtirish kun tartibining halqiliq tarkibi qismi bo'lib, uning xizmati ministrlikning xirislarga taqobil turishi, kelgusi yillardagi fursatni chang tutishiga markazlashadi ekan. Amerika Davlat ishlar ministrligining bayonotida ko'rsatishicha, Blinken 16-dekabr atiganda o'tkazilgan ochilish murosimini qilgan so'zida Xitoy uyining bu ministrlik va boshqa o'rinlardagi bir guruh Xitoy mutaxassislarini to'plab, har qaysi bo'limlar va xalqaro bexatarlik, iqtisod, texnologiya, ko'p taraflik diplomatiya va strategiyalik aloqa sohasidagi mutaxassislar bilan mo'rin-mo'riga terab xizmat qilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Blinkenning Xitoy ziyoratiga tayyorlik qilish uchun 11-dekabrdan boshlab yordamchi tashqi ishlar ministri Daniel Kritenberg bilan Amerika Davlat xavfsizlik komitetining Xitoy va Xitoy ishlariga mas'ul oliy direktori Laura Rosenbergning boshchiligidagi bir Amerika vakillar umki Xitoyda ziyoratda bo'lgan. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Avam palata a'zosi August Pifloger Uyg'urlarga munosabatli yana bir yangi qonun loyihasini tanishtirdi. 15-dekabr kuni e'lon qilingan bu qonun loyihasiga Uyg'ur kishilik huquqi munosabatli jazolarni tekshirish qonuni deb nom berilgan. Kengash palata a'zosi Marco Rubioning ishxonasidan e'lon qilingan bayonotdan qaraganda, bu qonun loyihasi orqali Xitoy hukumatining boshqarishida harakat qilgan va Uyg'ur qirg'inchiligida rol olgan Dahua, TND qatorli Xitoy texnik shirkatlariga jazo tadbiri qo'yilgan bo'ladi ekan. Bu yil iyun oyida tadqiqot shirkati xalqaroga oshkorlanib ketgan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi sonliq ma'lumotlarni tadqiq qilish asosida Hekvision shirkati kameralarining tartgan ko'rinishlarining ba'zi Uyg'urlarning qo'lga elinishiga sabab bo'lganligini isbotlab, ma'lum bir Uyg'ur erning chet elga bog'langan deb tutilib ketishiga sabab bo'lgan kameraning nomerini aniqlab chiqqan ekan. Kengash palata a'zosi Marco Rubioning ishxonasidan chiqarilgan bu qonun loyihasi haqidagi bayonotda Xitoy Kompartiyasi boshqarishidagi fan-texnik shirkatlari atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni texnik bilan ta'minlaganligini, bu qonun orqali Amerika Moliya ministrligining darhol bu shirkatlarga jazo tadbiri chiqarishini talab qilganligini bildirib, Bayden hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qatnashgan shirkatlarga darhol tadbir qo'llanishga chaqirgan. Avam palata a'zosi August Pifloger Xitoy Kompartiyasining har turli bostirishlarga yordam qilayotgan bundaq texnik shirkatlari jazosiz qolmasligi kerak deb eskartgan.
16 dekabr kuni Yaponiya 3 bexatarlik kapolati hujjatini ma'qullab, 320 milliard Amerika dollari xarjlab Yaponiyaning armiyasini kengaytmoqchi ekan. Kishida kabinetining yangi harbiy kengaytish plani bo'lsa, 5 yil ichida Yaponiyaning yillik mudofaa xamchotini bir qatlab, davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatini 0.2% ga o'stirdi ekan. Yaponiya 1976 yildan boshlab davlat mudofaa xamchotini davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatining 0.1 bilan cheklangan. Ammo Kishidaning plani bu chekni butunlay o'zgartgan ekan. Shundaqla bu Yaponiyani Amerika va Xitoydan qolsalar dunyodagi 3-cho'ng harbiy chiqim xarajat qilguvchiga aylantirgan. Strategik hujjatda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, zo'rliq ishlatishini cheklaydigan qonunlarga ig'ir xiloflik qilib, xalqaro tartibining ulug' ta'sir ko'rsatganligini, Xitoy Yaponiyaning duch kelgan eng cho'ng strategik raqobatchisi ekanligini ta'kidlagan. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari Amerika hukumati va majlisining o'z ichiga olgan bir qism Yevropa davlatlari tomonidan e'tirof qilinib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirishlar davom qilayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoyni ayblayotgan bo'lsa-mu, ammo O'rta Sharqdagi musulmon davlatlari Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyni oqlash siyosati yurgizib kelmoqda. Hozirgacha hech qanday bir arab davlati va yoki islom konferensiyasiga o'xshash xalqaro islom davlatlari tashkilotlari Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan bu qilmishlarini to'xtatishga chaqirib boqmagan. Sentabr oyida Xitoy elchixonasining oldidagi namoyishda soqchilar tomonidan ilib ketilib, tutib turilayotgan Irshod Ibrohimning soti 21 dekabr kuni ilib berilgan bo'lib, ochiq sotga shu joyda turishlik aktivistlar qatnashgan ekan. Xitoy igidorchiligidagi ombibop sin bahrilash detali TikTokning Amerika qit'asi ommaviy siyosatining mas'uli Bekman CNNning ziyoratini qabul qilganda, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qilgan muomalasining rostligini so'raganda qayta rad qilgan. Bekman CNN riyosatchisi Taburning ziyoratini qabul qilganda, uningdan sizningcha Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa musulmon davlatlarning jazo lagerlariga o'rinlashtirdi deb qaramsiz deb so'raganda, Bekman alayda ko'ngil bo'lmagan deb javob bergan. Riyosatchisi ikkinchi qitim qayta Xitoyning Xinjiangdagi kishilik huquqi daxl taruz qilganligini o'ylamaganligini so'raganda, u yana bevosita javob berishdan o'zini qochirib, "Men Xitoy ishlari mutaxassisi emas. Shunga men u sohaga alohida diqqat qilmayman" degan. Shundaqla atalmish Xinjiangdagi jazo lagerlari to'g'risidagi yozmalarni rad qilib, har qanday mazmun hech qanday hukumat uchun tekshirilmaydiganligini bildirgan. Yaqinqi bir necha yilda TikTokning qo'llanishi shiddat bilan oshganlikdan Amerika parlament a'zolari va bexatarlik mutaxassislari Xitoy boshqaradigan ijtimoiy aloqa supasini tekshirish orqali o'zlarining davlat va shaxs shundaqla bolalarning bexatarligi tahdid bo'lganligini aniqlab, davlat tavalligida ishlatishdan ogohlantirib, hukumat o'rinlarida bo'lsa qat'iy cheklashga boshlagan. Xitoy hukumatining Xitoy virus yuqumini nolga tushirish qamal siyosati to'liq mag'lub bo'lgandan keyin to'liq ichuvchi siyosatdan yo'l qo'yishga majbur bo'lgan. Ammo bu siyosatni yo'l qo'yib uzun o'tmay Beijing, Shanxay, Wuhan qatorliq shaharlarda yuqumlar biroqli ko'payib, kasallarga dori va karvat yetishmaslik ahvoli ko'rilgan. Yuqumdorlarning o'lish nisbati shiddat bilan o'rilgan. Xitoyning ijtimoiy aloqa torlarida bu hodisa Covid yuqumi dengiz toshqini deb atalgan va 60 yoshdan oshgan yuqumdorlarning davolanolmay o'layotganligi, o'lganlarni ko'ydirishga navbat tegmayotganligi haqida uchurlar tarqalgan. Taratqularda chiqayotgan xabarlar tahlil qilinishicha, Xitoy hukumatı aslida iqtisodni qutuldirish uchun qamal siyosatini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, Xitoy virus krizisiga yo'liqqan bo'lib, Xitoy hukumatı iqtisodiy xizmat yig'in ichayotgan kunlarda Beijingda odamlar Xitoy virusi sababli tez sur'atda o'lishga boshlagan. Xitoyda hozir ig'irlashayotgan yuqum ofati 2020-yili yuqum yamirigan Wuhanning qo'rqinchli ahvoliga o'xshab ketadigan bo'lib, Xitoy hukumatining qamal qilsa biroqli qamal qilib, bo'shatsa biroqli bo'shatishi va buningga hech qanday oldin tayyorlik qilmasligi ofat xarakterli oqibatni keltirib chiqargan ekan. Washington pochtasi 20 dekabr kuni bu vaqtda Xitoydagi Xitoy virus ofati dunyoviy ofatga aylanish mumkin nomli bir xabar e'lon qilgan bo'lib, navbatda qirlarga bakrak hujum qilgan bu virusning shakl o'zgartib tez sur'atda yamaraydigan ajallik virusga aylanish ehtimoli bor ekan. Shundaqla Beijingdan boshqa shaharlarga, hatto chet ellarga yamarab 3 yil burungi Xitoy virus yuqum ofatini qayta paydo qilishi mumkin ekan. Xabarda bildirilishicha, mutaxassislar Beijing qatorliq shaharlarda o'layotganlarning soniga asosan kelar yilning 5-gacha Xitoyda 1 million, hatto undan ortiq odamning o'ldiganligini mo'ljallangan. Xitoy hukumatı qirlarga vaksina urish planini jakarlagan bo'lsa-mu, uni ijro qilish yoki qilmaslikda bir qarorga kelolmagan ekan. Xitoy hukumatining vaksina import qilishni rad qilib, o'z vaksinasini ishlatishi va uning unum bermasligi Xitoydagi o'lim nisbatini texim ig'irlashtirdi ekan. Xitoydagi bu yuqum ofati mush sur'atda davomlashsa, Xitoyning iqtisodi texim ig'ir zarbaga uchrab qolmay, butun dunyomi bu ofatning zinaga uchraydi ekan.
Xitoyning G'arbni keng ko'lamli ichish strategiyasidan keyin ilib berilgan G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi 20 yil o'tgan bugungi kunda asladagi bir liniyadan 4 liniyaga kengaytirilgan. Xitoycha Tangirtaq torining 21 dekabr e'lon qilgan maqolasidagi ma'lumotlarga qaraganda, G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi 2002 yili 7 oyda rasmiy boshlangan bo'lib, 2004 yili 10 oyning 1-kuni ishga kirishtirilgan. Bu gaz turbisi G'arbda Tarim o'ymonligidan boshlanib, sharqda Shanxaygacha tutashtirilgan bo'lib, 9 o'lka va shahardan o'tadi ekan. Umumiy uzunligi 4200 kilometr keldi ekan. Keyingi yillarda Xitoy hukumatı G'arbning gazini sharqqa yetkazish uchun yani 3 liniyani ko'paytgan ekan. Bu 3 liniyani gaz bilan ta'minlaydigan manbalar Tarim o'ymonligidan boshqa yana Qinxay Saydam o'ymonligi, Sichuan o'ymonligi, chet ellardan Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq joylar ekan. Eng asosli tabiiy gaz manbasi yana Tarim o'ymonligi bo'lib, bu yil oktyabr oyining 5-da Tarim o'ymonligining kunlik gaz ishlab chiqarish miqdori 100 million kub metrdan oshgan ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning o'rta tuzlanlik va sharqiy dengiz bo'ylaridagi o'lkalarda yashaydigan 500 million Xitoy fuqarosi G'arbdan to'shilgan tabiiy gazdan eng ko'p bahramand bo'lgan. Chunki bu rayonlarda ko'mirdan bulg'anish zo'r darajada azaygan. Ko'rinib turibdiki, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning tabiiy gazini 20 yil elib, uningdan ehtiyojini qondira olmay 4 liniya bo'yicha Xitoy өлкәләргә дәвамлык табигый газ маңдырган. Ичкәре Хытай өлкәләре пакиз энергиядан бәһраман булган. Әмма Шәрq Түркстан Хытай буенча экологиялык мөхите бузылган ва һавасы әң булганган районга айланган. Xitoydan tarqalayotgan ijtimoiy aloqa vositalaridagi uchurlardan qaraganda nurg'un joylarda ilgari do'konlarda yemak-ichmak qurtilish ko'ringandek bu navbat qisqa vaqt ichida dorixonalarda bo'lsa qizitma qaytirish dorisi, yo'tal va boshqa zukam dorilar quritilgan. Hatto ijtimoiy aloqa uchurlarida maska va dorilarning bahosi necha hassa o'rlabli qolmasdan, balki bularning butkul Xitoydagi dorixonalarda tugab ketganlik xabar qilinmoqda. Xitoy hukumatı Omikron virus tufaylidan o'lgan tunji kishi haqida xabarni 19 dekabr e'lon qilgan bo'lsa-mu, amaliy sonning bundan bekli ko'p ekanligi haqida uchurlar o'tirg'i chiqmoqda. Holbuki Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda bo'lsa yuqumni nol saqlab qilayotganligidan boshqa xabar e'lon qilmay kelmoqda. Ammo ijtimoiy taratqulardan doktorxonalar to'lib, bemorlarga karvat yetishmaslik ahvollarining umumyuzlik yuz berayotganligi oshkorlanib kelmoqda. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy taratqulardagi ba'zi qisqa videolarda Sharq Turkistondagi doktorxonalarning bemorlar bilan to'shib, qizitmasi o'rlab og'riyotgan kichik bolalar, qari yosh hammaning soatlab davolanishni kutayotganligi ko'rsatilgan. Xabarlarda deyilishicha, garchi dunyo bo'yicha qizitma qaytirish dorisi, zukam dorisi qatorliqlarning 3dan biri Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lsa-mu, ehtiyojning birdanli g'oyat zo'r darajada eshish tufaylidan bu dorilarni pul xajlabmi topqil bo'lmas bo'lib ketgan. Lekin Sharq Turkistondan dorilarning Xitoyga to'shilib jiddiylik ko'rilganligi va Xitoyda dori yetishmasi kelib chiqayotganligi keng o'ttirga chiqayotganda Xitoy xabarlar tori 21 dekabr kuni Qashqarda dorilar to'liq, bahosi muqim deb Qashqarda dori jiddiyligi, yetishmasligi, hatto qimmatlashib ketganligi masalasi mavjud emasligini xabar qilib tarqatgan.